Hafta davomida harorat ko'tarilishi davom etadi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Agarda bizning kanalimizda mehmon bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni unutmang. Aprel oyining birinchi kunlarida quruq va iliq ob-havo bo'lishi kutilmoqda. Harorat ish haftasi oxiriga borib 33 daraja isiydi. Juma kuni yana 5-7 daraja pasayadi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi mumkin. Aprel oyining birinchi kunlarida O'zbekiston hududi bo'yicha quruq va iliq ob-havo bo'lishi kutilmoqda deya xabar berdi O'zgidromet. Havo harorati ko'tarilishi davom etadi. Seshanba va chorshanba kuni harorat 22-27 darajani tashkil etadi. Ish haftasining oxiriga kelib havo 28-30 daraja, janubda va cho'l hududlarda 33 daraja isiydi. Bu aprel oyi boshi uchun bo'lgan me'yoriy qiymatlarda 5-7 daraja yuqoridir. Respublikaning shimoli-g'arbiy hududlarida, Qoraqalpog'iston Respublikasi Xorazm viloyatida 1-3 aprel kunlari kunduz harorat 25-30 daraja bo'lgan quruq va juda iliq ob-havo bo'lishi kutilmoqda. 4-aprelda esa harorat 5-7 daraja pasayadi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi mumkin. Toshkent shahrida seshanba kuni havo biroz bulutli, vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechalari 10-15 daraja, kunduz kunlari 1-2 aprelda 24-26 daraja, 3-4 aprelda 26-29 daraja iliq bo'ladi deyiladi xabarda. Bu xabarni barcha do'stlarimizga jo'natib qo'yamiz hamda videomiz ostida bir dona like tugmasini bosishni unutmaymiz.